Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Koreyaga O'zbekistondan bormoqchi bo'lgan fuqarolar uchun viza talabi mavjudligi va eng ko'p tarqalgan 4 ta viza turi haqida gaplashamiz. Birinchi viza turi bu D4 vizasi bo'lib, D4 til kursini Koreyada o'qimoqchi bo'lgan studentlar uchun beriladigan viza turi hisoblanadi. D2 viza turi bu Koreyada bakalavr yoki magistraturani o'qimoqchi bo'lgan studentlarga beriladigan viza turi hisoblanadi. Y7 viza turi mavjud bo'lib, Y7 vizasi professional ishchi xodimlarga, ya'ni boshqa davlatdan Koreyaga professional tajribali xodimlar ishlash uchun kirsa, ushbu fuqarolarga Y7 vizasi beriladi. Undan keyingi eng ko'p tarqalgan yana bir viza turi bu Y9 vizasi bo'lib, Y9 vizasi O'zbekistondan yoki bir boshqa davlatdan epistopik imtihondan muvaffaqiyatli o'tib, Koreyada ishlashni xohlovchi ishchi fuqarolarga beriladigan viza turi bu Y9 vizasi hisoblanadi. Agarda sizga Koreya bilan bog'liq xabarlar qiziq bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling hamda ushbu videoni Koreyaga borishni maqsad qilgan o'rtoqlaringizga, do'stlaringizga ulashib qo'ying.